Modellik sohasida qanchalik kosmetologiya bilan yaqin bo'lish kerak? Kosmetologiya bu bir boshlasangiz to'xtash qiyin-da. Mana bunday lablar bilan yurishadi-da. Buncha narsa qilishadi, chiroyli bo'lishadi. Hammani o'zini vkusi bor, lekin modellik sohasiga kirib kelayotgan bo'lsangiz, mana bunday lablar bilan, mana bunday nimalar bilan yurish mumkin emas. Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid va qolgan mirovoy modellar kosmetologga borib hech narsa qilmaydi deb o'ylaysizlarmi? Albatta qilishadi. Ularda polniy rekonstruksiya ham bo'lgan yuzlari. O'zingizni go'zalligingizni yanada ham chiroyliroq qilish maqsadingiz bo'lsa, chirknut qilsa bo'ladi. Buni faqatgina gрамотный kosmetolog sezib biladi. Agar sizga kosmetolog ha deb faqat sizga o'zining uslugasini sotish uchun tatmasdan xohlagan ishingizni sizga qilib beraversa, menimcha bu sizga o'rtoq emas, dushman deb hisoblasa ham bo'ladi. Aynan to'g'ri kosmetologga borish va to'g'ri kerakli protseduralarni qilish bu albatta har bitta model uchun kerak, chunki bizani tashqi ko'rinishimiz bu bizani vizitni kartochkamiz hisoblanadi. Problemali ko'jalarni davolash kerak. Har bir yuzingiz yorug' bo'lib, chiroyli siyat qilib turishi uchun har safargi syomkalardan, proyektlardan qilinadigan makiyajdan yuzingiz tez charchab qolib, bir qanaqadir yomon bo'lib qolmasligi uchun albatta uxotlarga borishingiz kerak. Uyda nima deydi, kosmetologdan tashqari yuzingizga qiladigan uxotingiz ko'p narsani hal qiladi. Albatta, men ham o'zimga kosmetologim bor. Ayniqsa yaqinda o'zimga zo'r kosmetolog topdim. O'zlari menga to'g'ri uxot yozib berishdi. Tavsiya etaman sizlarga ham. Albatta, bu kosmetologimga borib ko'ringlar. Chotki sizga konsultatsiya qilib berishadi va nima, qayerga nima qilishligini ham aytishadi. Sog'likka bog'liq bo'lgan narsalarni men prosta takka reklama qilib yurmayman. Faqatgina o'zim boradigan, o'zim ularni yozib olganim uchun men aynan bu kasb egalarini tavsiya qilishim mumkin. Profillarini pastda yozib qoldiraman. Qizlar, yigitlar, agar sizlarga kosmetologning yordami kerak bo'lsa, to'g'ri specialistlarga qatnang.